Salom do'stlar, virtual darsga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan kompyuterlarni set qilish haqida gaplashamiz. Mana bu yerda bu set kabel set hisoblanadi. Bu yerda set kabel ulanganligi uchun mana podключить bo'lganini ko'rsatib turibdi. Agar umuman set kabel yoqilmagan holatda bo'lsa, mana shu holatda set kabel umuman yoqilmagan bo'lsa, X holatda, ya'ni qizilni ko'rsatib turadi. Set kabel ishlayotganini bildirsa, bu mana shu holatda bildirib turadi. Biz buni ustidan sichqonchamizni olib kelgandan keyin o'ng tugmachasini bosib, Center управления сети общего доступа ni kiramiz. Mana shu kompyuterim admin hisoblanadi. Admin kompyuter hisoblanadi. Bu yerda изменение parametr adapterga kiramiz. Mana bu yerda mana setimiz ishlayapti, ko'rib turganingizdek. Ishlayapti. Buni sichqonchaning tugmasini bosib, свойствосga kiramiz. Свойствосga kiramiz и mana bu yerda IP versiya 4 degan joyga kiramiz. Ammo 6 ga emasda faqat 4 ga kiramiz. 4 ga kirsak, mana o'zim bunga IP adres terib qo'yibman. Admin bo'lgani uchun terib oldim birinchi. Admin mana 192.118.10.09 qo'ydim. Adminim mana shuni eslab qolinglar. Keyingi boshqa kompyuterlarga ham teramiz. Bu maska подсветканiki и основной sizga главныйni mana buni teraman. Hali keyin kompyuterlarimga bu yoqqa bosgandan keyin OK deb bosaman. OK deb bosaman. Keyin kompyuter tepasi ichida setlar kirgan paytingiz birinchi kompyuter, ikkinchi kompyuter, uchinchi kompyuter deb yozganda u o'zimiz yozamiz, ya'ni kompyuter nomi hisoblanadi. Bu yerda yozamiz kompyuter, mana kompyuter chiqib keldi. Bu Windows 10 ga etot kompyuter bo'lyapti. Windows 7 larda esa kompyuter o'zi chiqib keladi. Sichqonchaning tugmasini bosib, свойствосga kiramiz. Свойствосga kirganimizdan keyin mana bu свойствос kompyuter свойствоsi ko'rsatadi. Bizga bu yerga дополнительный параметр sistemaga kiramiz. Mana kirdi. И bu yerda mana imya kompyuter deb yozib qo'yibdi. Imya kompyuterda bizga mana полное имя детского общества bo'lsa, admin deb yozib qo'yamiz. Mana admin deb yozdik. И применять. Unga ko'rib turganingizdek adminga o'zgaradi. Mana описание admin. Bitta uni yoqamiz, bu o'chirgan mayda. Yozganimizdan keyin bitta перезагрузить beramiz. Bu ko'rib turganingizdek, chiqib ketaman endi bunga. Endi keyin kompyuterlarni ko'ramiz hozir. Mana ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi kompyuterim hisoblanadi. Ikkinchi kompyuter. Mana setim ishlab, set kabel ishlab turibdi. Set kabelda kompyuter chiqqan paytingiz ko'k set yontirsa, u demak ishlaydi. Agar set yonmasa, demak ishlamaydi hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, sichqonchaning tugmasini bosgandan keyin mana bu yerda yozilgan. Общий mana Center управления сетями общий доступga kiramiz. Общий доступga kiramiz и mana изменить parametr adapterga kiramiz. Mana setimiz ishlab turibdi. Bunga kelamizda свойствосga kiramiz и boya ko'rsatganimizdek IP versiya 4 shunga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana IP adres terilmagan. Biz mana tıqlamiz. Keyin mana IP adres yozamiz o'zimiz 198 yo'q. 192 168 10 boyagi biz 09 edi. Keyin biz shuni 13 qilaylik. 13 qilamiz. Enterga bosamiz. Mana bu within adres maska подсветкini o'zi tanlaydi ixtiyoriy. Biz основной shu yerimiz bor edi. 192 yani adminimizniki. 168 10 09 edi. 9 da o'zi edi. Uzr, 9 edi o'zi edi. Mana terib oldik. Agar bu yerda использовать следующий адрес din serveri bo'lganda edi, biz bu yerda mana internet serverini ham tersak bo'lardi.
Biz mana bu yerda подтвердить parametr выходи. Bitishga qilamiz. OK. OK. Mana вы хотите разрешить другим компьютерам устройство сети обнаружить да pakani bosamiz. Mana ulandi. Endi keling ko'ramiz. Diagnostika seti обнаружен deyapti. Biz bu yerda koordinaga kiramiz. Koordinaga setga kiramiz. Set mana ko'rganingizdek Deskop ochdi. Deskop ochdi. Biz buni boyagidek svoystvasini o'zgartirishimiz kerak. Svoystvasini uzr svойства deb ismini o'zgartirishimiz kerak. Kompyuter. Этот компьютер. Свойства. Дополнительные параметры. И имя компьютер. Workgroup. И ikki kompyuter qilamiz. Применять. OK. Bundan chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek ishlayapti. Setimiz chiqib keldi. Endi bu adminimiz chiqmadi boya. Mana endi 3-chi kompyuter ko'ramiz hozir. Mana ko'rib turganingizdek bu 3-chi kompyuter bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek bu qizilni ko'rsatib turibdi. Mana bu demak ishlamayapti hisoblanadi. Mana qizil ko'rsatib turgan holatdagi bu ishlamaydigan hisoblanadi. Bu endi mana shu holat bo'lsa bu texnik nosoz bo'ladi. Bu kompyuterdan hech qanaqa yo'q, faqat set kabelni ko'rishimiz to'g'ri keladi. Mana set kabelimiz uzilgan holatda turgan ekan, biz buni suqdik. Mana endi setimiz ishlayapti mana ko'y. Mana bu holatda bo'lsa internet ishlamayapti, faqat set kabel ishlayapti. Bu ko'rinadi. Endi bu Center общий управление общий доступga kiramiz. Kirdik и изменить параметр адаптера. И непознанный сет свойствasiga kiramiz. Agar shuni o'chirib qo'ysak, mana отключить o'chirib qo'ysak bo'ladi bu yerda отключить. Biz shuni свойствasiga kiramiz. И mana IP versiya 4 kiramiz, bunga kiramiz. Biz mana bu yerda ko'rib turganingizdek использовать sildish IP adresini o'zimiz teramiz. 192 168 10 boyagi 17 endi 14 qilib teramiz. Enter bosamiz. O'zi avtomatik tanlaydi maska подсветкini и основной связь 192 168 10 9 edi. OK. Mana вы хотите разрешить другим компьютерам устройство это обнаружить bu. Da bosamiz. Da. Mana endi ko'ramiz. Buni bizda total komanda o'rnatilmagani uchun bundan ko'raylik. Koordinamizdan set. Mana Deskop. Mana ikkita kompyuterimiz chiqib keldi. Mana ko'rganingizdek ikkita kompyuter chiqib keldi. Deskop. Biz boya kompyuterlarga перезагрузить bermadik-da. Перезагрузить berganimizga ismi o'zgarardi. Shunda kompyuter admin и kompyuter bo'lib chiqib kelardi. Ko'rib turganingizdek, mana bunga ham xuddi set ishlayapti. Set ishlayapti mana ko'y. Hech qancha tugmasini bosib, Center управления общего доступga kiramiz. Mana xuddi bunga ham изменить parametr adapter, непознанный set и свойствasiga kiramiz. Svойствasiga kirgandan keyin IP versiya 4. Bunga ham xuddi shunday 192 168 10 boyagimizda 14 deyapti. Buni 15 qilib berar ekanmiz. Mana 15 qilib berdik. Mana endi adminimiznikini teramiz. 192 168 10 9.
Mana вы хотите разрешить другому компьютерам устройство этой сети обнаруживать ваш ПК. Mana bosamiz. Ulanda. Mana endi o'z tekshirib ko'ramiz. Koordinaga kiramiz. Mana set. Mana 3 ta kompyuterimiz seti chiqib keldi. 3 ta kompyuter seti chiqib keldi. Mana ko'rib turganingizdek. Endi keling 4-kompyuterni ko'ramiz. Mana bu 4-kompyuterimiz hisoblanadi. 4-kompyuter hisoblanadi. Shunga mana bu xuddi mana setimiz ishlab turib, set kabel bunga ham. Endi bunga ishqon tugmasini bosib, center управление общий доступini bosamiz. Mana buni shuni tanlaymiz. Mana tanladim. Mana bu yuklandi. Endi изменение parametr adapterga kiramiz. Mana setimiz ishlab turib, set kabel. Ishqon tugmasini bosib, свойствосga kiramiz. Свойствосga kiramiz. IP versiya 4 ga kiramiz. Использовать следующий IP adresini o'zimiz teramiz. 192 168 10 boyaga 15 qildik, buni 16 qilamiz. Chunki oxirgi raqami bir xil bo'lmasligi kerak. Enterga bosamiz, yana enter. Endi bu yerga adminimizni yozamiz. 192 168 10 boyaga yana 9 bosamiz. Okey, yana okey. Mana chiqib keldi. Хотите разрешить другим компьютерам устройством это обнаружить deb mana bosaman, o dani bosaman. Agar dani bosmasam setlar bir-biriga ulanmaydi. Dani bosdik. Endi keling tekshirib ko'ramiz. Koordinadan kiraman. Oxirida set turibdi. Set mana 4 ta kompyuter bir-biriga ulandi, mana set ulandi. 4 ta kompyuter bir-biriga set ulandi. Endi bu setni uladik. Lekin setni hali nastroykasini ko'rganimiz yo'q. Chunki misol hozir bunga kirsak, chunki bunga kirmaydi hali. Chunki biz u yoqda C diskka yo D diskka yo qaysidir papkamizga dastup berganimiz yo'q. Dastup bergandagina kiriladi. Uni keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Agar e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishingiz mumkin. Keyingi darslarga ko'rishguncha, keyingi darslarga kutib qoling. Shu setni nastroykalarini papkalarga dastup berishdan ko'rib chiqamiz. Kimga qanaqa savol bo'lsa, kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.